har bir xonadonga kirib borar ekanmiz. İnsanlarning ko'zida quvonch, shukronalik hissi bilan yurtimizni tinchligi, prezidentimizga bo'lgan minnatdorchilik va ular davlatimiz himoyasida ekanligini bot-bot ta'kidlashdi. Kelishlar sizlarni Xudo so'rasin. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichga ming rahmat. U kishi qancha odamlarga nimalar qilmayaptilar, nimalar dunyo bo'yicha bo'lsin u odam. Siz ham o'shalarning safiga kirdingiz. Sizlarga oziq-ovqatlar, mana bu bayramga kiyishingiz uchun sizga kiyim. Faryod solib toshga urmasiz boshni. Shukr deyman oyoq qo'lim salomat. Tinchligini saqlab turganlarga katta rahmat. Mamlakatimiz obod bo'lsin. Tinchlik so'rar duo o'ylarimiz. Ko'rganimda topganim uchun yor do'stlar bilmaydi uncha kimlargadir bu kunlar ham bo'lgan armon. Sinovlarga ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir. Yarni olsak bu Xudoga malomatdir. Tiriklikning o'zi ham zo'r mukofotdir. Yarni olsak bu Xudoga malomatdir. Yarni olsak bu Xudoga malomatdir.